Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Biz Akai City bir buyurtmachimiznikida zerkanli plyonкani, atirmalniy plyonкani tonirovka qilyapmiz. Bir eng kuchli plyonka. Demak, bu agar plyonkaning tavsifiga keladigan bo'lsak, 95% yorug' o'tkazmaydi, ya'ni o'sha 100 talik tonirovkaga teng deb hisoblanadi. 5% yorug'lik o'tkazadi. Demak, 95% infraqizil nurlardan himoya qiladi va 99% ultrafiolet nurlardan himoya qiladi. Plyonka Janubiy Koreya Respublikasi mahsuloti, eng o'sha ilg'or shunaqa atirmal plyonkalar ishlab chiqarish mamlakati hisoblanadi Janubiy Koreya. Tashqaridan qaraganingizda shu toshsimon, oynasimon bo'lib ko'rinadi, o'sha zerkanli bo'lib, ichkaridan ko'rinishlari endi tiniq, yaxshi. Kechasi aks effektga ega bo'ladi, ya'ni ichkari yorug' bo'lsa, ichkaridan tashqari ko'rinmaydi, tashqaridan o'sha tashqari qorong'i bo'lganligini hisobiga ko'rinadi. Mana hozir namoyish qilamiz. Shunaqa mana shunaqa zerkalaga o'xshab bo'lib qolgan. Mana aksini bemalol ko'radi. Mana plyonka juda ham sifatli. O'sha asosiy betga qilinishdan maqsad mana oftob o'sha peshindan boshlab, mana hozirdan boshlab, shu soat 2 dan boshlab o'sha kechgacha 6-7 gacha oftob tushib ichkarini isitib yuborish natijasida shu plyonkani qilib, bemalol keyin mana jalyuzilarni ochib qo'ysa bo'ladi. Tashqarini ko'rib, o'sha stress holatiga, ya'ni yopiqlik, demak, yopiqlik o'sha zamknutый пространство deydi, shunaqa bo'lmaydi. Bemalol ichkaridagi kelib tashrif buyurgan mehmonlar tashqarini ko'rib, shu ko'rishsa bo'ladi. Demak, eng kuchli himoya atirmal plyonkasi shunaqa zerkanli plyonka hisoblanadi. Ya'ni qora tonirovka ham bor. Endi qora tonirovkalar odatda ular ham kuchli, ular ham kam emas, lekin zerkanli plyonka nurlarni o'zida jam etib turib, tashqariga qaytarish hisobiga o'shanga kuchli hisoblanadi. Demak, kanalimizga obuna bo'linglar, kuzatib boringlar.